Yo, hello hammaga do'stlar. Sizlar bilan men yana Fenzo. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda do'stlar ajoyib TNT'larni portlatib chiqamiz. Ya'ni bombalarni portlatib qishloqni yo'q qilamiz. Sizlar bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani endi biz boshladik. Xo'sh. Birinchi bo'lib mana shu kichkina uychalardan boshlasak. Va men ularni invertorga solib qo'yganman. Ularni boshidan boshlaymiz va oxirigacha yetkazamiz. Albatta bu birinchi qism bo'ladi. Jajonni unutib qoldiribmiz-ku, zajgalka. Va endi buni oyog'i bosib buzilib ketadi. Bosib turish kerak shekilli, bo'ldi, bosib turish kerak. Bo'ldi, xo'sh, qani. Bekorga bu sand TNT bas. Sand blok paydo qilib qo'ydi. Tushunarli va jiddiygina uyni yoqib yubordi. Bunda keyingi TNT. Qani, endi men shetlar portlatamiz. Bo'lmasam qani olamiz keyingisini. Buni qo'yib qo'yamiz. Va endi Azula TNT'si ekan. Buni oldik va qani yoqdik. Endi ko'ramiz qanday nima bo'larkan. Tushunarli pesok dush bloki va hamda olov. Yomon emas. Aytgancha do'stlar, hamma TNT'larni baho berib ketamiz. Bu ikkinchi TNT. Kommentariyada javobingizni kutib qoldiraman. Bu esa uchinchisi. Bu qanday bo'lar ekan? Hali do'stlar, bular hali bulardan ham legendarnilari bor. Qanday ajoyiblari bor hali do'stlar, bular video davomida bilasizlar. Bu yoqib yuborar ekan. Yomon emas, yaxshi. Bunda keyingisi Chicken TNT. Menimcha bu o'zidan to'g'rilarni spam qilib qo'ysa kerak. Qani hozir ko'ramiz. Va ana aytganimdek bo'lib chiqdi. Bular yoqorsa ularmi? Yo'q bo'lib ketarkan. Bo'ldi, tushunarli. Yo'q bo'lib ketarkan bular. Yoqaman desak, endi keyingisi Earthquake TNT. Earthquake. Yerni yo'q qilsa do'stlar. Minecraft nima qilyapti bu? Bo'ldi, Earthquake. Yerga zilzila olib keldi bu TNT. Tushunarli. Yerga zilzila olib keldi va bu unchalik ham yomon emas, yaxshi ham emas, o'rtacha. Yaxshi, unda keyingisiga o'tamiz. Fudai TNT'si. Qo'yib bo'lmadi, mana endi qo'ydik. Fudai TNT, qani mahoratingni ko'rsat. Foodlarni. Tushunarli. Oziq-ovqat. Bunda keyingisi. Shu ama survivalga вообще молодец şeyler. Молодец TNT, slime TNT'si. Keldi mana shuni shu ovqatlar ustida qilib yuborsak. Qani, qo'yil. Nima bo'lyapti? Endi qani bitta sakralichi maza. Mayli, unda keyingi TNT'ga o'tamiz. Nesting TNT'si. Buni o'zi kattaligini hozir his qilyapsizlar. Do'stlar, xafa bo'lmanglar. Hozir buni nima qilsam, keyinchalik videoni qiziq qolmaydi. Shuning uchun buni video oxiriga qoldiramiz. Ya'ni keyingi qismga. Keyingi qism 50 ta like'dan keyin chiqadi. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi o'zi 6-7 nimalarda shunchalik nima bo'lib ketyapti. Sizlar eng oxiriga borsak, do'stlar, Minecraft'ni otdan chiqarib yuborish ham mumkin. Bu TNT вообще ajoyib ekan. Endi Fire TNT experience note va nihoyat qani endi ko'ramiz. Keling, bunda experience TNT bilan qilamiz.
Hamma joyga TNT tarqatib yuborarkan-ku bu. Vau! Mana shu yerda o'zi nima bo'ldi? Mayli, yomonmas. Albatta aytganimdek do'stlar, bombalarga baho berib ketamiz. 1 dan 10 gacha baholar. Qani bu-chi Nota TNT'si. Qani endi Nota TNT'sini ko'ramiz. Masa. Xafa bo'lmanglar. Voy, giga TNT. Bitta sizlar uchun do'stlar, mana shu gigani. Gigant TNT ya'ni. Yo'q, ular o'ldirib o'zi Minecraft qotib qoldi. Vau! Ajoyiblikni qishloqda yarmidan ko'pini nima qilib o'zi. Hamma joyni yoqib. Do'stlar, men bunga do'stlar 10 dan 8 beraman. Chunki hali bundan zo'rroq sheyderlar ham bor. Albatta sizlar ham kommentariyaga yozib ketinglar. Snowball. Qani ko'ramiz. Snowball. Qor paydo qilib yoki qor maydalarini tushiradi demoqchi edim. Qor paydo qilib qo'ydi. Mayli, qor bala ham paydo qilmadi. Do'stlar, keyingi qismini kutib qolinglar.